21 million so'mga bitgan ishimizni birinchi o'rinda shapkamizning razmerlarini aytib o'tamiz. Shapkamizning u burchagini aylanasiga bu burchagigacha 25 metr atrofidan chiqqan razmeri esa 1.10 cm hamda past ashibkalarni ham tuniga fo'lab o'rab berganmiz. Hamda uyimizni mana bu tomonda ham shapka qismlarimiz bor. Bu burchakdan bu burchagigacha 17 metr bu tomonimiz ham chiqqan razmeri 1.10 cm. Pastiga esa 20 cmlik ashibkalarimiz bilan tuniga fo'lab berkitib berilgan hamda bu shapkamizning yonbosh qismi, ya'ni 40 cm chiqqan bu tomonimiz ham 5 metr atrofida shu tomonlarni ham tuniga falan o'rab berdik hamda bu xonadonimizni ko'cha shapkalarini aytib o'tamiz. Bu xonadonimizning ko'cha shapkasi bo'ladi. Shapkamizning bu burchagidan naridagi burchagigacha uzunligi 25 metr, chiqqan razmeri esa 60 cm hamda mana bu joyimiz 4 metr, joyimiz ham kichkina tuniga falan o'rab berdik. Shunda bu xonadonimizga tuniga fonning kvadratiga hisoblaganimizda 150 kvadrat atrofida tuniga fon ishlatdik. Tuniga fonimizning 1 kvadrat metrini barcha rasxodlar ichida, ya'ni lesa, reyka, samarez, ustunovka yetkazib kelish xizmatlari ichida 140 ming so'm atrofida qilib berdik do'stlar. Shunda bu xonadonimizga aytib o'tganimizdek 21 million so'm atrofida pul ketdi. Sizlarga ham shunaqa sifatli, kачествовали hamyonbop naqdagi tuniga xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimizda ko'rsatib o'tirgan nomerlarimizga aloqaga chiqib buyurtma qilsanglar ham bo'ladi. Inshaalloh keyingi xonadon sizlarning ham bo'lishi mumkin aziz do'stlar. Sizlar Erkin Tuniga Fon kanalini kuzatib bordinglar. Erkin Tuniga Fon kanaliga obuna bo'lishni esdan chiqarmang, sababi kun mobaynida shunday foydali bo'lgan videoroliklarni kanalimizga joylab boramiz.